kelibsizlar, youtuberchilar, xormanglar. Sizlar bilan Ergashev Ruhom, The Imaginary World of Mohir YouTube olami bu. Mavzu karaoke, ashula aytamizmi yoki nimadir qilamizmi bu gal mavzu yoshlikni eslamoqchiman. Ya'ni hayajon bor, g'alati, yoqimsiz, nimagaki biza baribir hayajonda bu narsa. Kulgili ham hayajon, xullas O'zbekiston Respublikasini davlat madhiyasini aytmoqchiman. O'shanga oynaga qarab gapiryapman, ko'chaga qarab, kameraga qarab gapirgim kelmayapti nimagadir bu gal. Oynaga qarab, ko'chaga qarab gapiraman. Xullas madhiya keladigan bo'lsa, madhiyani qachon yodlaganim esimda yo'q, bog'chada yodlaganmidim yoki bu maktabdami. Tega madhiya keladigan bo'lsa, o'zi madhiyani o'zini masalan men ayta olmayman. Qanaqa ashula qo'yib qo'yilmasa, masalan naushniklar telefonlarda tayinlab oldim. Masalan naushnik oldinlardan o'sha oddiy o'zini aytadigan bo'lsa, odam qiyin uni she'r qilib ayta olmaydi. Odam ani muzikasi bilan birgalikda aytishga o'rganganda o'shanda ketma-ket keladi so'zlari. Prosta tagani she'r qilaman deb aytiladigan bo'lsa, qiyin aytish. Unaqa she'r qilib yodlamaganmiz. Ko'pincha yoshlikdan ashula bilan birgalikda hamma aytardi. Bog'cha paytini eslay olmayapman, maktab paytini eslaydigan bo'lsam, madhiyani maktab paytini eslaydigan bo'lsam, ertalab bir xil paytlar ertalab madhiya aytilardi. Hamma qo'limiz ko'ksimizga qo'yib, bolalar bir-birimizga qarab, zo'r maza qilib madhiya aytardi. Bir xil payt kulib olardi, shunaqa momentlar ham bo'lardi, to'g'ri. Kimdir adashib ketib qolardi, kimdir prosta tag og'zimizdan qaysidir payt qimirlatib ham turardi. Keyin ancha bo'lib ketibdi, bundoq qarasam, madhiyani keyin qaysi joylarda ko'p ko'rganman, shu futbolda ko'rishimiz mumkin. To'g'rimi? Futbol qaysidir joylarida har doim emas, aynan qanaqadir ochilishlarda, nimalardadir futbolchilar qo'yib madhiya aytadi. Klublarda emas edi-ku, o'sha terma jamoalar menimcha JChda ham, menimcha jahon chempionatida ham aytilyapti-ku, menimcha. Yana bilmadim. Keyin Olimpiadada yutgan, birinchi o'rinni olgan sportsmenlarga shunaqa imkoniyat beriladi. Ikkinchi, uchinchi o'rin uni eshitib turardi adashmasam. Birinchi o'rin o'zini davlatini bayrog'i tepaga ko'tariladi va madhiyasi aytiladi o'sha davlatda. Xullas, to'g'ri, men Olimpiadada emasman, birinchi o'rinni ham yutganim yo'q. O'sha payti maktab payti ham emas, bu davlat rasmiy yig'ilishdagi o'xshagan joy ham emas. Prosta o'zim bugun yoshlikni eslagan holatda madhiyani qanaqadir kuylamoqchiman. Madhiya baribir kerak narsa, chunki men o'sha yosh avlodga yuzlanmoqman-da, yosh avlod o'sha meni eshitadi. Yosh avlod, ya'ni O'zbekistonda juda yosh aholi ko'p, millionlab yosh aholi ko'p. Baribir o'sha yosh aholi ham yoshligidan shu madhiyani aytib birgalikda katta bo'ladi. Madhiyani yoqtiramizmi, yoqtirmaymizmi, g'alatimi emasmi, bundoq qarasa baribir bu narsa bizaga o'sha singib ketib bo'lgan qonimiz, o'sha O'zbekistonda tug'ildikmi, O'zbekistonda yoshligimiz o'tdimi, o'sha baribir aytmasmiz ham, balki kuylamasmiz ham, sportsmenlar kuylar, oddiy hayotda kerak emasdir, o'sha rol o'ynamas, baribir bizani ma'naviy, madaniy deymizmi, baribir kerak narsa, bu baribir madhiyani eshitganimizda baribir yaxshi odam fuqaro bo'lishi ham xohlaydi, qanaqadir O'zbekistonga foydasi tegishini, katta foydasi tegmasa ham katta zarari tegmasligini, oldini olgan holatda qaysidir qarorlarni chiqarmasligini o'ylab ko'radi deb o'ylayman. O'shanga shu to'g'ri tushunasizlar, mendan kattalar ko'rayotgan bo'lsa, balki g'alati kulgili ko'rishi mumkin. Yosh avlodni ham o'ylashimiz kerak. Juda yosh, katta avlod o'sib kelyapti. Yosh avlodga ozgina bo'lsa ham namuna bo'lishimiz kerak. Xullas,
Undan oldingi videolarimda ko'rsanglar bo'ladi. Yotib olib, dumalab qolib endi videolar olinganda, endi qaysidir momentlar bo'ladi. Qaysidir soatlarda baribir qaysidir soatlar shunaqa odam tetik bo'ladi. Keyin baribir qaysidir jiddiy joylarga borilganda dumalab yotib qolmaysizlar. Ichkarigizda yoqmayaptimi, xatti-harakatingiz, hayotingiz nima bo'lishidan qat'iy nazar qanaqadir rasmiy joylarda turib berib madhiya etilyaptimi, birgalikda etish kerak. Shuning uchun aynan bizga idealniy moment kerak emas. Bu idealniy momentni kutganimda hech qachon YouTube'ga boshlamagan bo'lardim. O'shaning uchun shart emas bizga kimdir olimpiadaga chiqishimiz, birinchi o'rinni olib, bayroq ko'tarilib yoki futbolda qatnashishimiz, kimdir nimadir majburlikdan, o'shani ko'pchilik anaqasidan endi o'sha madhiyani aytadigan vaqt keldi, o'sha turib beradigan vaziyat shart emas. Oldindan hech kim majburlamagan holatda o'zimga o'zim takoy vatan ruhini anaqa ichimga sekin aniq o'zimga singdirmoqchiman. Qanaqadir payt baribir motivatsiya ham kerak. Ya'ni men O'zbekiston fuqarosiman, men O'zbekistonning yosh nima avlodiman. Biz birgamiz deganda kelajakga yana oldinga yaxshi qadam tashlashim uchun, yaxshi qadamlar yanada tashlashim uchun bir xil payt madhiya ham kerak deb o'ylayman. Madhiyani o'shaning uchun xullas aytishni boshlayman. Ajoyib bo'lyapti. Mana bu yerda oynaga qarab, ko'chaga qarab gapirish, eksperiment yaxshi ketyapti. Xullas. Naushnik tayyor, telefon tayyor. YouTube'da madhiyani qo'yib qo'ydim. Katta nimagadir O'zbekiston saytlari yo'q ekan YouTube'da eng qizig'i. Bittasi 14 yil oldin qo'yilgan ekan, bittasi 8 yil oldin qo'yilgan ekan. Menga 8 yil oldinga qo'yilgani yoqmadi, nimagadir. 14 yildagi oldingisi bilan birgalikda aytamiz xullas. Ja katta yo'q, menimcha yengilash kerak bu versiyani ozgina sal tinuvlashtirilgan versiyasini ham qo'yib qo'yish kerak deb o'ylayman. Balki bu Google'da bordir, YouTube'da men boshida ko'p ko'rilganlar, o'sha topda chiqadiganlar qatorida ko'rmadim. Ikkitacha videoni ko'rdim, balki pastlarida bordir, erindim. Balki bordir. Xullas, madhiyamiz O'zbekiston Davlat Respublikasini madhiyasini birgalikda aytishga harakat qilaman. Faqat to'g'ri tushuninglar. Men bu yerda maza qilib aytayotgan bo'lishim mumkin. Men bu yoqda chunki menda naushnik birgalikda aytayotgan bo'laman. Men mikrofonda baribir sizlarga men bu yerda shular ovozli eshitilmaydi. Faqat meni ovozim g'illagan ovozim keladi. Bu yoqimsiz-da, o'zimga ham g'alati kulgili bo'lyapti. Bosh shunaqa bo'ladi. Keyingilarda yana qaytarsam ovozim yaxshilanadi. Sekin-sekin ritmga tushaman, nasib qilsa Xudo xolasa keyin. Xullas, ovozimni ham o'rgatib turishim kerak-da, gapirib turishim kerak, ashularga ham moslashishim kerak, miyani ishlatishim kerak. Xullas, bu men miyani ishlatyapman, qaysidir ma'noda, har xil. Let's go. O'chib qoldingmi buni? Ser quyosh hur o'lkam elga baxt najot sen o'zing do'stlarga yo'ldosh mehribon yashnagay to abad ilmu fan ijod shuhrating porlasin toki bor jahon bu vodiylar jon O'zbekiston ajdodlar mardona ruhi senga yor ulug' xalq qudratin jo'shurgan zamon olamni mahliyo aylagan diyor bag'ri keng o'zbekning o'chmas iymoni yosh avlodlar senga zo'r qanot
istiqlol mash'ali ru tinchlik posboni, xalq sevar ona yurt mangu bo'l omon. Tin bu vodiylar jon O'zbekiston, ajdodlar mardoni ruhi senga yor. Ulug' xalq qudrati jo'shurgan zamon, olamni mahliyo aylagay diyor. Qisqa versiyasini aytmadimmi siz hech kim? Oldin uzoqdek tuyulardi, hozir qisqaroq bo'lgandek bo'ldi. İchimda ozgina jimirlash bo'ldi, yaxshigina. O'zbekiston tog'lari, O'zbekiston istiqlol ana maydonchasi deymizmi, istiqlol ana qurugi, oqqush haykali qanaqadir hayolimga keldi madhiyani aytayotganimda. O'zim ham yashaydigan mahallam, ko'p o'tkazgan, yurgan ko'chalarim keldi nimagadir. Ozgina titrasham bo'ldi. Xullas taassurotlar ajoyib. Uddaladim. Yes. Xudo xolasa yana nima deydi? Xudo xolasa yana madhiyani yana keyingilarda karaokeda xudo xolasa yanada aytishga, balki uzunroq versiyasini toparman, uzunroq versiyasini aytishga harakat qilib ko'raman. Ko'ramiz. Oldingi videolarimni ko'rsanglar bo'ladi. Sevgi, qanaqadir boshqa, masalan, har xil temalarda ham karaoke qilib ko'rganman ming'illab. Madhiyani ham aytish nasib qildi. Va ajoyib devorga qarab ham gapirish takoy bo'lar ekan. Charchamanglar, sizlar bilan ruhim bo'ldi.